Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan Doge Airdrop sayti haqida gaplashib o'tamiz. Bu saytga kirish uchun siz ko'rib turgan videongizni pastga opsiyasi yoki kommentariyada qoldirilgan silka orqali kirsangiz bo'ladi. Silkani ustiga bosganingizda mana shu saytga kirib keladi. Bu yerda siz ro'yxatdan o'tasiz bo'ladi. Elektron pochtangiz yoki mobil telefon raqamingiz orqali ro'yxatdan o'tasiz bo'ladi. Misol uchun birinchisiga elektron pochtangizni yozasiz. Kirish uchun parolni yo'lab topasiz va parolni qayta yozasiz va registratsiya tugmasini ustiga bir marta bosasiz. Men ro'yxatdan o'tib oldim va o'tganman. Endi o'zim akkauntimga kirib olaman. Saytga kirganingizdan so'ng sayt haqida to'liq ma'lumotlar beriladi. Bu haqida o'qib chiqsangiz bo'ladi, bemalol tanishib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda Nachat Mining tugmasini bosgan holda pul ishlashni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Bepulga hech qanday depozitsiz. Xo'p, knopkani ustiga bosamiz va ko'rib turganingizdek 24 soat ichida bizga mining qilinadi, ya'ni Doge kriptovalyutasi. 24 soatdan so'ng kirib siz yana bir marta bossangiz, yana 24 soat ichida mining avtomatik tarzda ishga tushadi. Xo'p, pastda topshiriqlar bor. Bu topshiriqlarni bajargan holda ham qo'shimcha pullar ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchisi, har kuni kirib bir marta olsangiz bo'ladi. Ustiga bosasiz va sizga 0.9 Doge taqdim etiladi. Va undan tashqari do'stlaringiz taklif qilganingiz uchun 30, 70, 200 Doge coingacha olishingiz mumkin bo'ladi. Bu hozir tushuntirib o'tib ketaman albatta. Endi milliy bo'limiga o'tsak, milliy bo'limida ko'rib turganingizdek hozir olgan Doge coinim tepadagi shotimizga tushdi. Hop, pastda esa $3 pulimiz bor. Bu tepada Doge coinni toplaysiz va Doge MUSD tugmasini ustiga bir marta bossangiz, bu yerda siz ularni almashtira olsangiz bo'ladi. Mana misol uchun bu yerda kurs ko'rsatiladi. Sen ustiga bosasiz va подтвердить bosasiz va USDTga aylanadi. Hozir minimalkaga to'liq bo'lmadi, chunki men juda ham kam ishladim. 24 soatlik miningdan kelgan pulni olgandan keyin bemalol dollar qilib uni yechib olsam bo'ladi. Men sizlarga video uchun tayyorlab $3 to'plab qo'ydim. Uni yechib olib ko'rsatib beraman do'stlar. Buning uchun aktivat tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Bu yerda o'zimizga qulay bo'lgan kriptovalyutani tanlaymiz va u orqali yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda BNB, BIP20 USDT, TRX, TRK20 USDT yo'nalishlari bor. Do'stlar, men BIP20 yo'nalishini tanladim, chunki bu yerda minimalka eng kamida $2 deb tashlasangiz bo'lar ekan. Birinchi yo'lakka adresingiz, ya'ni BIP20 kashlogingiz adresini yozasiz. Ikkinchi yo'lakka sen ustiga bosamiz. Uchinchi yo'lakka parolingizni yozasiz. Hamma uchala yo'lakni to'ldirganingizdan keyin yashil knopka подтверждать tugmasini ustiga bosasiz. Va uspешно yozuvi chiqdi, ya'ni pullarimiz yechildi va kashlogimizga yuborildi. Pullarimiz tushishidan oldin qanday qilib ko'proq daromad ishlash yo'llarini ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, yuqorida Binance'ga bizga pul tushgani haqida xabar yetib keldi. Pastdagi bo'limlar bilan tanishib o'tamiz. Tablitsa bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda reyting bor, ya'ni eng ko'p pul ishlagan insonlar haqida ma'lumot berilyapti. Bu yerda juda ham katta summalar ishlab bormoqda boshqa foydalanuvchilar. Обновление bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda siz har xil ускоритель sotib olgan holda kunlik daromadingizni ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun $15 daromad investitsiya kiritadigan bo'lsangiz, birinchisini sotib olasiz va kuniga 13.6 Doge'dan ishlab olasiz va bu 90 kunga sizga beriladi. Bundan tashqari boshqa $80, $300lar ham bor. Agar ortiqcha pulingiz bo'lsa, investitsiya qilishni xohlasangiz, men sizga eng kamidan boshlashni tavsiya qilaman. Komanda bo'limiga o'tadigan bo'lsak, komanda bo'limida sizga silka beriladi. Silkani kopirovat qilib do'stlaringizga yuborasiz. Do'stlaringiz sizning silkangiz orqali ro'yxatdan o'tishadi va ular qilayotgan daromadlarga qarab sizga ham foizlar tarzida bonuslar beriladi. Bu pullarni ham bemalol yechib olsangiz bo'ladi. Endi qanday qilib pul kiritamiz deganlar uchun перезарядка bo'limiga kiramiz. Bu yerda siz xohlagan kriptovalyutangiz orqali investitsiya qilsangiz bo'ladi. Misol uchun yechib olgan BIP20 USDT orqali investitsiya kiritish. Ustiga bosasiz, sizga adres beriladi, kopirovat qilib shu yerga $15 yuborasiz. Yashil, ya'ni перезарядка завершена tugmasini ustiga bossangiz, sразу pulingiz bu yerga tushib keladi va u pulni bemalol siz investitsiya qilib kunlik daromadingizni olib borishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa biz kashlogimga kirgan holda $3 pulimiz tushdimi yo'qmi tekshirib olamiz. Mana oxirgi yetib kelgan pulimiz $3. Bugun hozir yetib kelgan, ya'ni yechib olgan paytimizda 22 dan 2 daqiqa o'tganda yetib kelgan va bizni kashlogimizga $3 butun hech qanday komissiyalarsiz yetib kelgan. Kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. Ko'rib o'tgan sayt silkasi pastga opsiyada va kommentariyada qoldirilgan. Sizlar bilan Diyorbek bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.